Ukalar, bitta savol meni qiziqtiryapti. Shunga sizlar ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Mana Yunusobod Samara to'yxonasidan 5-banisani chorrahasiga kelganinglarda mana svetofor turibdi. Bu svetoforda mana qizil ham yonyapti. Lekin mana zinakam bor. Hammani qo'yib yuborib unga qaylish mumkin. Megaga qarab qayladigan joyda. Shunda svetoforga amal qilinadimi, yo'q? Mana zinakka amal qilinadimi? Ijtimoiy tarmoqlarda shu videoni ko'rganimda izohlarda juda ham ko'pchilik noto'g'ri fikr bildirgan. Ya'ni aytishyaptiki, svetofor ishlayotgan vaqtda yo'l belgilariga qaramaydi deb. Yo'l harakat qoidalarining 43-bandning 2-xat bosqichida aytib qo'yapti. Svetofor ishoralari bilan imtiyoz belgilari talablari bir-biriga zid kelgan holatda haydovchilar svetofor ishoralariga qarash kerak. Sizlar ko'rgan belgi va axborot ko'rsatish belgisi imtiyoz emas. Vazirlar Mahkamasi 292-sonli qarorda va 172-sonli qarorlarda yozib qo'yyapti, keltirib qo'yyapti. Ya'ni bu belgi svetoforning qizil ishorasi bilan birga keladi va svetoforning qizil ishorasi hammaga yo'l berib, harakat xavfsizligini ta'minlagan holatda o'ngga burib ketishi mumkin deyapti. Tushundinglarmi? Eslab qo'yinglar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.